To'rtko'l tumanidagi sport maktabi bugun nafaqat hudud, balki mamlakat miqyosida iqtidorli yoshlarni kashf etish va tarbiyalashda muhim o'rin tutayotgan maskanlardan biriga aylanmoqda. Bu yerda sportning bir nechta yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar muntazam faoliyat yuritib, yuzlab o'g'il-qizlar o'z iqtidorini sinovdan o'tkazadi. Malakali murabbiylar tomonidan olib borilayotgan tizimli mashg'ulotlar esa yosh sportchilarning mahoratini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa so'nggi yillarda tarbiyalanuvchilarning mamlakat va xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarni qayd etayotgani e'tiborga molik. Ular turli chempionat va birinchiliklarda g'olib va sovrindor bo'lib, yurtimiz sharafini munosib himoya qilishmoqda. Bu natijalar zamirida albatta samarali yo'lga qo'yilgan tizim, murabbiylarning yuksak salohiyati hamda yaratilgan zamonaviy infratuzilma mujassam. Bu trenirovkalarni yaxshi o'tkazib boryapti. Men O'zbekiston chempionatida faxrli 2-o'rinlarni egallab, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham faxrli o'rinlarni egallaganman. Yana xudo xolasa jahon chempionatlariga chiqishga harakat qilyapmiz va olimpiada cho'qqilariga chiqish, O'zbekiston bayrog'ini balandga ko'tarishga harakat qilamiz. Sport maktabida mashg'ulotlar uchun barcha sharoitlar mavjud bo'lib, moddiy texnik baza bosqichma-bosqich mustahkamlanmoqda. Joriy yilning 7-aprel kuni o'tkazilgan videoselektiv yig'ilishda ham mazkur yo'nalishdagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Unda hududlarda sportni ommalashtirish, iqtidorli yoshlarni saralab olish va ularni professional darajada tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. 12 yildan beri trenerchiligimni faoliyatini davom etib kelyapman. Shu 12 yil ichida ko'plagan Qoraqalpog'iston chempionlari, kelajakda O'zbekiston chempionlari faxriy o'rinlarni olib kelyapti shogirdlarimiz. Shu sportchilarimiz arasida yana Setmamatov Akmal, Xolbayev Behruz, Xolbayeva Gulyara, Ro'zimbeetov Sardor kelajakda shu Prezident olimpiadasini mashg'ulotlarni davom etib boryapti. Undan tashqari Ro'zimbeetov Sardor 5 tashabbus olimpiadasiga tayyorgarliklarni ko'rib turibmiz zalda. Yurtimizda sportni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, xususan prezident tomonidan yaratilayotgan keng imkoniyat va imtiyozlar bu borada muhim omil bo'lmoqda. Yoshlarni sportga keng jalb etish, ularni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish tizimi izchil takomillashtirilmoqda. Shubhasiz, yaratilayotgan shart-sharoitlar va tizimli yondashuv orqali 4 yillik yosh sportchilar kelgusida yanada yuksak marralarni zabt etish